Assalamualaikum ikrarlık qarindoshlar. Kechkilar xeyirli olsun. Ben Adil Uygur. Uygur Tadqiqot institutidan hammalarga samimiy salom yo'llayman. Har hafta institutimizning müdiri, shundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarix ilmi o'qituvchisi doçent doktor Erkin Akram muallim bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizning yeni bölümünü huzuringizda bo'ldi. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Xitoy Tashqi ishlar ministri Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining xodimlari va embargo yo'l qo'yganligini bildirdi. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetida avukat Uyg'ur o'g'lani faoliyatchi Nuri Turkel efendimiz var. Bu albatta hammamizning alohida diqqatini qo'zg'agan bir hodisa bo'ldi. Bunun bir necha kun ilgari Amerika hukumati Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qilmishi sababidan aloqador amallarga embargo qo'yganligini bildirgan edi. Hatto Amerika parlament majlisidami Xitoyninki Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligi sababidan majburiy emgakning oldini olish qonuni ma'qullikni o'tgan edi. Shu bir qator hodisalar sababidan Xitoy hukumati va izchil Amerika hukumatidan tanqidlar keldi. Shunga erishib, men biroz burun deb o'tganimdek, Amerika Xalqaro diniy ishlar erkinlik komitetining xodimlari va embargo yo'l qo'yganligini bildirdi. Bu embargoda bu xodimlarningki Hong Kong, Makao, Xitoy qatorliq joylarga kirish cheklangan, hatto Xitoylik mallarni to'ng'iltirilgan. Biz bugungi programmamizda Xitoy hukumatiningki albatta nima sababdan qilganligidan bekroq bundan keyin bu ishga o'tkazishga bir-biriga embargo qo'yish meseleler davamlaşandı, davamlasın qaysi xil şekilde davamlaşıdı. Bu cezalaş şekilleri başka sanat keniyemde yok mu? Hatta hem de mühimi bu Xitayninki Amerika dairələrə, yoki Amerika xadimlərə, yoki məsullarga embargo qoyğan vaxtında nima üçün alayda bir Uyğur işləydigan, yoki bir Uyğur məsul olğan bir orqanı tanlaydı degan savollarga javob berishimiz. Erkin aldıdan siz bu hadisəni qanday tushundingiz? Aslında şu Deng Xiaoping'ninki siyaseti çoğun devletlerle ilişmey, ularla uğraşmay, bolsa ularla kilişip, özümüzdeki menfaatini qo'g'dab qilish ve özümüzni güçlendiriş. Biz güçlensek, haqlar bizni boza qılamaydı degan bir siyaset vardı. Xi Jinping kelgenden beri o Deng Xiaoping'nin şirin bir şekilde terakkiyat qilish degan o siyasetten chiqib ketgan. Shuningga bu siyasatda kim Xitoyga qarshi chiqsa, kim Xitoyni tanqid qilsa, ashunga qattiq qo'lliq bilan yoki qattiq pozitsiya ko'rsatib turib qarshi chiqish lozim degan bir siyosatni tanlagani ma'lum. Bu Yashar vaqti degan şu Fanchu Shibo'ninki bosh tahrirninki bir so'zi bor deydi. Biz agarda Amerikaninki bisimga qarshi biz kepiga kirib qolsak, ana Japoniyadek bo'lib qolamiz. Çünkü Japonya bilan Amerika 1980-90'larda mana savdo urushi bo'lgan. Agarda Amerikaning gibiga kirmasak, şu amalsizlikdan Amerikaga qarshi chiqamiz deydi. Demek ki 3. 4. yol yok degan gap. O yok degan gap tapamaydi emas. Biz mashina qilamiz. Biz ashunda qattiq qarshi chiqamiz. Çünkü g'arbliklar kuch degan narsani biladi, power degan narsani biladi, boshqa narsani bilmaydi. Degandek tushunchalar bor. Undan keyin Mao'ninki mashhur bir gapi bormi? Hakimiyet aşırı miltiqdan chiqadi deydi. Shuningga bu xil siyosatlar hozirgi Xitoyninki diplomasiya siyosatininki neg'izi bo'lib qoldi. Shuningga Amerika bo'lsin, mayli Angliya, Yevropa bo'lsin, Xitoyni tanqid qilib qo'ychi, Xitoy buning bir ikki has embargo qilishga tirishyapti. Ya'ni bu siyosatda kim tutib chiqadi degan masala bor. Uzun muddatda hamda Xitoyning tutib chiqishi biroz qiyin ko'rinadi. Fakat Xitoyninki bir alaytligi var o'zini qutqizoladigan. O bo'lsa Xitoyninki bozori va bu iqtisodiy tijoriy menfaatlari. Yani çünkü bu menfaat
ne qo'llaydigan nurg'un devletler var. Muşnundan paylanıp, bizge karşı çıkanlarga qattiq ko'rsatmasak, o 100 yıl evvel bizim bo'zatılgan shunday aciz vaqtimizda endi kuchlanib bo'zatilmaymiz degandek, mağdur edebiyatı degandek, Türkçe'de degandek, bir siyasetini ilib beriyor. Aslında bu bir xil kasallik siyaset. Yani texmo taktik, texmo uslubni o'ylamay, bevosita shu uch-bashkar, qadimiy, ibtidai siyasetni hammalar urib selyapti. Uzun müddetde nemishki Xitoy ziyon tortadi deganda, Xitoy bu kurashning ichida vaqt uzilgan sari Xitoyni so'rab raqobatninki tuzoqqa kiradi. Ondan keyin Xitoy urushman, so'qishman deb nurg'un xalqarodagi ba'zi kozurlarni tatqizib qo'ydi. Ve shundaqla o'zining kuchini fırtıp tükettiğin ahvalını bulurdu. Ama uzun müddette Xitayga yaxshi emas. Misal, Tönügün ve Xitayning Amerika elchisi bo'lgan Sui Tiankai bir yig'inda ajna dedi. 3 xil jang qilmaymiz dedi. Tayyorlik bo'lmagan jangni qilmaymiz. Yamanlab açıklab, onundan keyin o jangni qilmaymiz dedi. Yüzümüzni ufurtadigan, yo'qotadigan jangni qilmaymiz deydi. Mushu gapning o'zi abatman deganda uzun muddat shunday davom qilgan bo'lsa, Xitoyninki ziyon tortib ketadi degan ko'z qarashninki boshqa bir xil ifodasi ham so'zlangan. Hozirgi vaziyat mushu endi. Malum bu Xitoy hozir siz deb o'tganingizdek, bu xalqaro qonun diplomatik qoidalarninki usullariga, metodlarga asosan emas, üzüp günüp qolgan yoki o'ziga yarashadigan bir xil usullar bilan inkas qaytaryapti deb tushunsak bo'ldi ekan. Shunga erishiblar bir savol so'rasam, bundan keyin bu ikki davlat o'rtasida shunaqa bir-birini jazolaydigan ishlar sizcha ko'payamdi? Bence bir mezgil devam kılıdı deb o'ylayman. Ta ki Xitoy hokimiyatida bir özgürüş, bu özgürüş belki Xi Jinping'ninki hakimiyetten ayrılışı, ya ki Xi Jinping hakimiyetteki partinin içinde bir isim kelse, Xi Jinping siyasetini özgertişti. Doğru keldi. Ya ki Xitoyning cemiyette bir paylamqanchilik chiqib qolgan chog'da belki özgür qilish mumkin. Hozirgi paytda mushu Xi Jinping yana mushu hakimiyatni devam qilaman deb tirishchanlikni qilyotdi. Agarda Xi Jinping devamlı qilgan bo'lsa, abaqidigan o'zgarishlar bo'lmasa, u vaqtida g'arb davlatlarida bo'lgan bu jidallar devam qiladi deb o'ylayman. G'arb tarafga qaraydigan bo'lsak, Amerika, Xitoy yolg'izla bu savdo urushi bilan boshlagan bo'lsa, yolg'izla bu urushlar devam qilmayotdi. Her sahada bo'lyapti. Siyasi, xavfsizlik, texnologiya, demokrasi, qimmat qarash degandek her sahaga yeyilgan bunda bir jidal bor deydi. Bundan keyin Amerikanınki mayli George Bush hükümeti bo'lsin, mayli Trump hükümeti bo'lsin, hatta liberal bo'lgan Obama hükümeti bo'lsin, shu vaqtda Xitoyni strateji raqobatchi deb ko'rgan. Ya'ni seninle rekabet qilamiz degan. Gerçi hazır Joe Biden hükümetininki milli xavfsizlik strateji hücceti çıkmadı ama vaqtincha bir hüccetini 3. ayda chiqib bo'lgan. U yerda shu Xitoyni nishonga olgan. Yani Amerika bazı g'arb davlatlari bilan birlikda va sherik davlatlar bilan, ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda Xitoyga qarshi nurg'un faaliyetlerini ilip bir vatıdı. Misalga Indo-Pasifik stratejisi deyimiz, 5 köz teşkilatı deyimiz, 4 grup teşkilatı deyimiz. Bunların hepsi şu Xitoyga karşı ilip bağlan bir faaliyetler. Şununla bu g'arb tarafı bir jihatdan o'zining qimmat qarashlarini qo'llash, bir jihatdan Xitoydan shu iqtisod manfaatini ilish degandek ikki qo'lda Xitoy bilan kurash qiladi. Shunga
Xitoy bilan muvofiq bir strategiyalik raqobatga kiramiz deb da'vodadir. Strategiya degan gap chiqqan hammotlar kelgusiga qarata va uzun muddatlik degan hukmni tushunish lozim. Shuningga g'arb tarafima shu Xitoyga qarshi uzun muddat bir kurash qilganligini uchuq desak bo'ladi. Shuningga bu hali bir mezgil davom qilgandek turadi. Malum Xitoy hükümetinin bu Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitesi'ni tanlaşı sebep başka nurgun organlar vardır. Lekin muş organın alay tanlaşı sebep neki perde arkası nemler var sizce? Hem de bu yalnızla Uygurlar yoki Müslümanlar emas. Bir yerde bu Falun Gong'dek meseleler. Bu din mi emas mi o talaş tartışını qilishni hojat yo'q. Bundan keyin Hong Kongda yaşanan bu demokrasiyani yo'qotish, qonunning ustunligi degan qoidani yo'qotish va Hong Kongning hokimiyatini xitoylashtirish yoki kommunist partiyalashtirish degandek bu qiliqlarga ching'aroq tanqid qildi. Bo'lsa ham. Bu tanqidlar nimaga Xitoyga va Xitoyning ko'tarolmaydigan bir nuqtadir. Yoki bundoq deylik, Xitoyninki ojiz nuqtadir. Chunki diniy jihatdan, qimmatlik jihatdan Xitoyni tanqid qilgan keyin Xitoy u narsa bo'lmagandan keyin tushuncha undaq ijroat bo'lmag'achqa u tanqid endi Xitoyga chinroq tegdi. Bundan boshqa Sharq Turkiston masalasini tilga olgandan keyin Sharq Turkiston Xitoy uchun nozik, strategiya ahamiyati bo'lgan va har doim qo'ldan chiqib ketarmiki deb ansirashning ichida yashagan bu dominant Xitoy bo'lsin, kommunist Xitoylar bo'lsin, bu hokimiyatlar hammasi shunday. Shuningga bu Sharq Turkistonninki bu alaytligidan tufayli Sharq Turkistonga hech kimni qo'l segishni xohlamaydi. Bundan boshqa Sharq Turkistonda ilib olgan siyosatlarni xalqaro buni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishligi deb aniqladi hozir qonuniy jihatdan, ya'ni suddan bunda qaror chiqdi. Hamda buningki siyosiy tarafi bo'ldi. Shuningga bu Xalqaro Diniy Erkinlik Komitesininki Xitoyni bu jihatdagi tanqid qilishi Xitoyninki ham siyosiy jihatdan ham ideya jihatdan bo'libmi bu strategiya ahamiyati jihatdan Sharq Turkiston. O yerga chekingandan keyin Xitoy bunga chidamagan. Hamda bu jazo berman degan odamlarning ichida hamda bir Uyg'ur yoki Sharq Turkistonlik birisi bo'lishi Xitoyninki mencha bilib unga jazo berdi deb o'ylayman. Bundan evvelmi 2-3 shu komitening 2-3 kishiga jazo bergan. Ama o vaqtida Nuriy Turkanni jazo qilmagan. Ama bu da başlığını ve ma'mur reislerini hammani yig'ib bir jazo berdi. Aslında bir Uyg'urlarga bir ogohlantirish. Sen Amerikada qanchalik yuksak bir yerga kelsanmi, men yana embargo, yana jazoni beralayman. Bundan keyin senin Xitoydagi mol varliqlaring, puling yoki shunday bir qimmatli narsalar bo'lsa, hammani cheklayman, musodara qilaman. Ya musodara emas, derdi to'ngtib qo'yman. Xitoyga kirishni bo'lib, Hong Kong, Makao bo'lsa, Xitoyga kirishga ruxsat bermayman. Ana sening yo'lingni to'rayman va qolgan Uyg'ur tashkilotining raislariga bu ogohlantirishni beryapti. Sizlarmi shunda haddidan eshib kelsanmi, sizlarninki shu vatanda nima bo'lsa, ashlarni hammani jazoni berib qilaman degan bir signalnoma beryapti. Aslında misaliga Nuriy Turkan nima dedi? Dediki Xitoy shu xalqaro qonunlarga imzo qilgan davlat. Shuningga bu imzo qilgandan keyin buni mas'uliyatini ustiga olsin dedi. Agarda bu ustiga olmaydigan bunday siyosatni ilib mang'an bo'lsa, Xitoyning o'zininki e'tiboriga ziyon keladi. degan ma'noda. Ya'ni matrafga qarasang siyosiy saviyada va xalqaro qonun saviyada gapni qilyotdi.
Xitoy tarafga qaraydigan bo'lsam, shu meningki siyosatim to'g'ri bo'lg'achqa men qilgan ishim to'g'ri deydi. Bu xalqaro siyosatda bunda bir so'z bor. Siyosiy jihatda to'g'ri. Ya'ni o xato bo'lsinmi, to'g'ri bo'lsinmi, nima bo'lsin, hammasi to'g'ri deydi. Shuningga o to'g'ri bo'lganidan keyin qilganlarimni to'g'ri deydi. Xalqaroda to'g'ri demasa chatlig'im nima degandek bir pozitsiyada hozir. Yani bu Avrupa'daki meyli milletvekilleri olsun, meyli akıl ambarıdaki mütehassisler olsun, bazı siyasetçiler olsun, onlara mı ceza vergen? Ular 4-5'ini verse, bunlar 10-20'ni bir oldu. Aslında Xitay özününki düşmanını mı köpeytirdi? Xalqaradaki obrazını mı buzuladı? Yani Şarkı Türkistanlık teşkilatlarga xalqaro sahnada ish qilish, ya'ni bir faaliyet qilishning imkonlarini yaratib beradi. Bence Xitoy, hozir men deganni Xitoymi biladi deb o'ylayman, ammo abaqa degandek mening siyosatim to'g'ri. Shuningga to'g'ri ish qilyapman deydi. Oğlum, hazır Nuri Türkiye Efendimiz'e jaza berish arqali Uyg'urlarga, yoki davanın beşideki Uyg'urlarga bir sinyal duratıdı dediniz. Muşunun yolga çıkıp durup belki başka siz degandek başka davanın beşik Uyg'urlarga bir qandaqroq bir jazolash berishi mumkin. Misalga Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolkun'u terörist deb ilan qildi. Ve Interpol, yani Xalqaro Saqchi idorasiga arz qilib qizil qalamlik müracaat qildi. O qizil qalamlik degan narsa endi tutib olgan yerda qaytib berdi degan gap. O jinoyatchilarni, ya'ni tirnoq ichida deyapman, jinoyat ishlaganlarni necha rangda 7-8 xil ranglar bo'lgani uchun qizil rang hamda eng yuqori. Onu shu tutib ensasi. Dolqundan çık avar kıldı. Amerika kiriş vaktida avar kıldı. Janubiy Koreyaga avar kıldı. Türkiye kirişide mi avar buldu. Keyin German hükümeti münasebetlik idareler bunu tekşirdi. Xitoyga berib tekşirdi, Şarkı Türkistan berib tekşirdi, Türkiye kelib tekşirdi. Hammani tekşirgandan keyin Xitoyningki qilgan arzisi, misalga palonchi kunda manda bir jinoyat ishladi, ikkinchi kunda pul bo'ldi. Yani bir gününde terör faaliyet kıldı. O günlerde hem de Dolkun nimede, Aksu'da ya ki Şarkı Türkistan'da emezken. Bunun bazıları hem de Türkiye'de okuvatkan vakti o. Okuvatkan vakti de yani cinayet, Şarkı Türkistan'da cinayet işledi, Xitay'da cinayet işledi. Bunun Gırmanlama kara bu bir Vietnam çaplaktı bunun kadar. Bunun Interpol'da müracaat kılıp ahire aşedin onun ismini çıkarıverdi. Mening demekçi bo'g'inim, Xitoy agarda qarsig'li chaplayman deydigan bo'lsa, Dolqunninki misolidek uningki oxiri chiqmaydi. Yana bir misolni deb beray. Dünya Uyghur Kurultayı'nı en baştalar terör teşkilatı deb ilan qildi. Onun terör teşkilatını ispat qilish uchun mushu Afg'onistondan mushu Suriyagacha bo'lgan qurolliq bilan shug'ullanayotgan o qo'shinlar bilan qanday munosabat bo'lganligini, bir-birini qo'llayotganligini, hamma nimani deb baktım. Keyingi mushu yillarda, misolga mushu 2017'den keyin bo'lib, 2018'de Şarkı Türkistan meselesi xalqaro siyosiy merkezga o'tgandan keyin Dünya Uyghur Kurultayı'nı terör teşkilatı demeydigan bo'ldi. Ve bunun yeriga bölgüncü teşkilat deydigan. Yoki Xitoyga qarshi teşkilat deydigan bo'ldi. Xitoyga qarshi degan vaqtida Xitoychada fanhua deydi. Hua degani hamda hukumat emas. Yani Xitoy xalqi bilan birlikda. Xitoy kelime oyununu oynaydi bu. Aslında Xitoy hokimiyatiga qarshi hamda. Bunda kiti verse, misal Dolqunma xalqaroda mukofot aldı, Dünya Uyghur Kurultayı, meyli Birleşken Devletler Teşkilatı, ya Avrupa Birliği, ya Amerika, Kanada, nurgun devletlerde
muhatapqa alğan təşkilat. Yəni seni tanıydıqan təşkilat. Çünki aloqa qurğan çağda, xat yazışqan çağda seni həm də şu ciddi rast təmsili bir təşkilata köləşkən. Xitay həm də bunu terror təşkilat deyəməydiğan halda. Həm də bu xalqaranınki siyasi gücü ilə yoki xalqaradakı siyasi əsbablar ilə bu chet eldagi təşkilatga hücum qilish yoki təşkilatningki mas'ullariga bir narsalarni qilib turib hal qilish biroz qiyin bo'ladi Xitoy uchun. Undaqda nima ish qilish lozim? Necha xil uslub bor. Misolga tuhmat qilish. U yerdan bu yerdan bir gapni to'ldirib seni sistish. Şunun bilan seni inovatingni to'kkandan keyin sen ayrilsin. İkincisi hem de şu pul bilan yoki bir xil manfaatlar bilan seni setilish. Yoki bir xatarlik ostiga tashlab qo'yib seni majbur holga akilib turib seni o'zining gipiga kirgizish degandek. Hamda eng ko'p bizning ko'rgan jazo nima desa, chet elda da'vo qilayotgan da'vogarlarninki ota-onasini, urug' tuqqanlarini lagerga so'lash, turmaga tashlash va ularni qo'lda tutib chet eldagilarni qo'rqitish. Misolga bir mezgil bir to'xtab qolganda, shu yilning 8-oydan e'tiboran yanala shu tutadiganni tutib, qo'rqitadiganni qo'rqitib qilishga boshladi. Bu xil uslublar hamda Nazi Germanlar qilganda hamda va yoki Xitoyninki Ming sulolasida qilgan narsa. Belki şu paş qilish degan uslubni Tang sulolasida uzatgan bilan boshlagan bo'lsa, ammo Ming sulolasida nihoyatda kuchlanganda va bir tashkilot yetmay ikki tashkilotni qurdi. Ikkisi shundoq tuhmat qilishda, xalqni bozak qilishda, padişahını yaxshi ko'rmagan odamlarni qanday joylash, qanday yo'qotish, qanday o'ldirishda hammasida mahir bo'lgan. Shuningga ba'zi mutaxassislar yoki tarixchilar bugungi Xitoyning, Xi Jinpingning Xitoyni Ming sulolasining ashunda zolim bir hokimiyatga o'qitishningki sababi nima? Chunki o'xshab qolgan jiq narsa. Ya'ni senin qilgan bir ishingni bahona qilib turib, senin urug' tuqqanlaringni jazolandirish bu Xitoyning burundan tortib kelgan bir jazolantirish an'anasidir. O Xitoyda Chulian Jiuzu deydigan gap bor. Ya'ni 9 nesildagi yoki avloddagi urug' tuqqanini jazolaymiz. Yani bu insaniyetten çıkıp ketken bu. Çünkü o işini senin ko'rgan o hata işini onun urug' tuqqanlar qilmadi. Belki onun urug' tuqqani bunun bilan münasebeti mi yoktur belki. Telefonlashish degandekchi. Ama onu onda bozak qilsam, o bir xil insoniyatga qarshi jinoyat. Buni bugün belki qilib oldim degan bilan bu yezildi bir yerga. Bunun misalga ma'vu texnologiya bunchalik taraqqiy qilgan chaqda birisi buni yezib qo'ymasa, tarix yezilmadi. Yani o tarix yaşanmadı. Ama bugün hamma nima yezilyapti. Shu torda qayerda bir xat yozsang, nima yozsang yoz, o bir yerda arxivda qoladi. Shuningga hamda Xitoy hamda bu qilmishliklardan qutulamaydi. Ve bu Xitoy hokimiyati yiqilgan vaqtida onu sotqa tortadigan nurg'un delil isbotni tayyor qilib bergan bo'ldi. Bo'libmi shu hozirgi men degan urug' tuqqanni rehinga ilib, bundan keyin ani jazolantirman deyish. O boshqa davlatlarda bo'lishi mumkin, ammo buna burun yo'q. Ama Xitoy 21-asrda madaniyatning taraqqiyoti yuksak bir yerga kelgandimi buni qilyapti. Shuningga bu xil uslublar bilan chet eldagi da'vo ilib borgan odamlarni jazolantirishga devam qiladi deb o'ylayman. Shuningga chet eldagi tashkilotlarningki boshliqlari yoki muhim a'zolari bular bir ittifoq
işçide buluş lazım. Xalqaro qonundan foydalanib Xitoyga ishlatish lozim. Ya'ni Xitoy qilsa men qilaman yoki Xitoy tilisa men qilayman emas. Xalqarodagi muhim bir qurol, qoida, uslub shu qonun yo'lidir. Shunga bu xalqaro qonunninki ma'lum moddalarga murojaat qilib turib Xitoyga ism ishlatgili bo'ladi. Tabii agarda qiyin ahvolda qilib Xitoyga bo'y egib qolsa, uni amal yo'q, chunki insoniyat tarafdan o'ylash lozim endi. Ama o tarixini aşina yazdı. Şu tarih şunda yazıldı. Hem de onun ki sevabı aşina yazıldı. Hem de aşina yazıldı. Ama yine de dikkat bile bu Xitoyga karşı birlikte, ittifak içinde hareket kılış var. Ama teşkilatlar arasındaki bu ittifak yok. Teşkilat əzaları yoki teşkilat sırtidagi adamlar bir-birisi bilan urushib so'qishib, ashta qilib bersa, u vaqtida Xitoy shundan yaxshi foydalangan. Foydalangandan keyin A'ning degan gapini ma'ni urib, A'ning degan gapini ma'ni urib, o albatta degan o inovatini, obrazini buzib turib, seni sistib tugatmoqchi. Ba'zi ishni uyg'urlama qilish mumkin, ammo ular Xitoyning ishini qilib emas, qilgan ishi Xitoyga yaraydi. Xitoy bundan yaxshi foydalanyapti aslında. En ahırkı solda programımızı aklaştırsak, bu hazır Amerika hükümeti elbette üzgünki karnıdaki bir organlı ezalarının Xitoy tarafından cezalandırılışına qarab durmaydı dedik. Belki bunun için qandaq bir konkret qadamdan ilish mumkin Amerika hükümeti. Birinchidan Xitoyninki qilmishlarni tanqid qilishga davom qiladi. Davom qilish bilan birlikda Sharq Turkistonda mushu jinoyatni ishlagan ba'zi shaxsiyatlar, hozir ismi chiqmaganlarni, ularni jazolantirishga tirishadi. Bularni xalqaroga chiqolmaydigan holga keldi. Misolga bularni Magnitsky qonuniga bog'laydigan bo'lsa, bular bağlan devletde mushu qonunga imzo qilgan devletlarni bir qolsa, bularni tutib oladi. Tutib so'raydi. Çünkü bu ilingan karar shunday bo'lmoqda. Shuningga o Sharq Turkistondagi amaldorlar chet elga chiqolmaydigan holga kelib qoldi. Misolga deylik, O'rta Osiyadagilar devletlar Xitoy bilan yaqin. Biz O'rta Osiyoga chiqa olamiz. Ammo navoda bir vaziyatda Aş Orta Asya'da sinema üstüne eklenmedi. Şununla bu ahvallar var. Onun için Şarkı Türkistan ameldarlarının ki bazı çetelde mal varlıkları var. Onun için balları, uruk tukanları degandek çetelde okuvatkanlar yoki çetelde yerleşkenler. Ulağıma karşı A'nın ki cinayetini A'nınga mingdirmaydı bu. Ama eğer de onunla münasebeti bozulsa, misal pul münasebeti, pul yollab sen chat bankada sep qo'ydigan ahvollar bo'ldi-ku. Ajna bo'lib qolsa, A'ninki jinoyatidan tufayli chet eldagi yashayotgan tuqqanlarmi uni bir nima qilmasimi, chunki qilolmaydi, ammo rahatsız. Yani xalqaro jamiyatning oldida biroz qiyin ahvolga tushib. Şununla bu Amerika taraf yoki mesela İngilizce egishimizda bo'ladi. Nurg'un g'arb davlatlar birlikda shu Sharq Turkistonda jinoyat ishlagan, zulm qilgan amaldorlarni navbat bilan hammasini shunday jazo tizimliqqa oldigani bo'lsa, menimcha bir bisim nima bo'ladi, ta'sir bo'ladi. Gerçi bu amaldorlar nima deydi, hamda biz degan vatan millet için hizmet qilamiz, Komünist Partiyani qo'llaymiz, bizning qo'rqadigan bir yerimiz yo'q, titirmaymiz, u bu degandilar. Ammo uzun muddatda u bo'lmaydi. Chunki Xitoy amaldorlar ko'ryapmiz. Nurbekrini ishlatdi, yana tashladi. Hozir nima Zokirovni ishlatdi, tashladi. Hozir Erkin Tunyozni atugulmish qildi, bilmayman. Ondan evvel mi nurg'un ko'ngildan vaqtida nurg'un misollar. Shuningga senin her gün yoki ömür boyunca
sen aşık uğrunda oturamaysan. Barbir o ayrılgan şey oldu. Barbir bilmeler oldu. Hem de xalqaradaki tanqidninki tizimliqi kirib qolgan bir adam bo'lib qolasan. O muhalefet tarixinde yaxshi yozilmaydigan ishlar. Çünkü hozirgacha tehi dünyada Xitoy tehi jahonni so'rab ketgan yo'q. G'arbliklar hozirgacha dunyoni tehi to'liq so'rayapmizmi? Ya'ni eng cho'ng kuchli ashlar. Shuningga bunda bir tamponlikda, ya'ni siyosiy tamponlikda Xitoyninki amaldorlari mayli Beijingdagi, mayli Sharq Turkistondagi bo'lsin, bularga bir ma'naviy jihatdan bir besim bo'ladi. Psixologik jihatdan bir besim bo'ladi. Ya'ni kallasini buzib qo'ydigan, qalamqon qilgan ahvollar, ya'ni psixologik jihatdan bo'ladi. Ezgürmenler biz bugünkü programımızda Xitay hükümetininki Amerika Xalqaro Diniy ishlar erkinlik komitetininkı xodimlarga jazo berishni so'ragan holda Xitoy Amerika munosabatida yana bir qatam qarab chiqqan bo'ldik. Erkin sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.